Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Moskva, Toshkent, Primoy reyslar aka-ukalar, по билету, по местам, komfortabilni lyuks avtobuslarda ketmoqchi bo'lsalaring, ekranda shashli nomerlar, tanlovda adashmanglar. Manzilimiz metro Kacheniki, avtovokzal Kacheniki. 50 kg, 60 kg yuklarimiz polovjini aka-ukalar bemalol olib kelib, bepul olib ketishlaring mumkin. Bu avtobuslarimiz davlat tomonidan qo'yilgan reysiy avtobuslar hisoblanadi. O'zbekiston nomerdagi aka-ukalar Primoy Toshkent shahriga, Sobrahimov avtovokzalga 2,5 sutkada kirib borasizlar. Bu avtobusda chegarada ham o'chirta turmaydi. Avtobusimiz shart-sharoitlariga keladigan bo'lsa, aka-ukalar 51 ta o'rindiqqa ega, ortiqcha odam olinmaydi. Sidenalar 30 gradusga yotadi aka-ukalar. Zaryadniy устройство, ikkitadan monitorlarimiz bor, 3 tadan GPS kameralari bor. Oldida bitta, orqada bitta, oldida ikkita. Issiq suv, sovuq suv kullelarimiz bor. Aka-ukalar tanlovda adashmasdan bemalol bexijolat telefon qilib bog'lanib kelaverasizlar. Bu reklama emas, shu yurtdoshlar har xil yolg'on aldovlarga borib qolmasligi uchun qo'ldan kelgancha qilayotgan mehnatlarimiz. Tanlovda adashmanglar, qonuniy reyslarda, komfortabilni lyuks avtobuslarda o'z reyslarini amalga oshirishlarini tavsiya qilib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telefon qilinglar, bog'laninglar, barcha ma'lumotlarga ega bo'linglar.